Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Bugun sizlarga uy sharoitida arzongina uydagi bor masalliqlardan keks tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi, yog' kerak bo'ladi 100 gram, un 1 stakan, 1,5 stakancha, shakar 1 stakan, razrehli tel, 3 ta tuxum kerak bo'ladi o'rtacha kattalikda. Birinchi qiladigan ishimiz, tuxumni oqidan sarig'ini ayirib olamiz. Endi esa ayirib olganimizdan keyin oqimizga ajratib olgan shakarimizni 1 stakancha shakar ishlatdim-man. Yarmini solamiz. Yarmidan sal ko'prog'ini solib, yaxshilab mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Oppoq bo'lib, vazdushni yengil ko'pik hosil bo'lguncha ko'pirtirib olamiz tuxum oqini. Endi esa qolgan shakarimizni tuxum sarig'iga solib, uni ham yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'pirtirish jarayoni kamida 3-4 daqiqa bo'lsa, keraklicha xohlagan natijamizga erishamiz. Tuxum sarig'ini ham yaxshilab ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, oppoq bo'lib chiqadi, yaxshilab ko'pirtirsanglar. Mana shunaqa qilib ko'pirtirib olamiz. Endi esa tuxum oqiga razrehli tel solamiz yoki chayniy soda solib, qoshiq yordamida davom ettiramiz aralashtirishimizni. Mikser qo'llanmaymiz. Ko'pirtirib olgan tuxum sarig'imizni ham solamiz. Ikkalasini sekinlik bilan yaxshilab aralashtiramiz. Yog'imizni solamiz. Va uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Tuz solamiz. Yarim choy qoshiq tuz soldim men. Qoshiq uchidan ozgina. Unimizni solamiz. Oz-ozdan yedirib, sekin qoshiq yordamida aralashtirib unimizni solamiz. Unimizni soladigan miqdorimiz tuxumimizni kattaligiga qarab o'zgarishi mumkin. Agar kattaroq tuxum qo'llansanglar, qolibinglarga qarab ko'proq un solishinglar mumkin. Meni qolibim kichkina bo'lgani uchun 3 ta tuxum qo'llandim. Kattaroq tuxumdan 2 ta tuxumga qilaman bu keksni. Juda ham ajoyib bo'lib chiqadi. Sizga ham tayyorlashingizni tavsiya qilaman.
Tayyorlayotgan xamirimiz biroz qattiqroq bo'lishi kerak. Biskvit tayyorlaganda biskvit xamiri yumshoqroq, yengil bo'ladi. Ammo bizning keks uchun tayyorlagan xamirimiz qattiqroq bo'lishi kerak. Chunki uqalanadigan bo'lib chiqishi uchun unini ko'proq solamiz va xamirimiz aytib o'tganimdek qattiqroq qilamiz xamirimizni. Unaqa biskvit tayyorlaganda yumshoq va yengil xamir bo'lmaydi. Ko'rib turibsiz, xamirimiz qay darajada bo'ldi. Endi qolibimizga joylashtiramiz. Qolibimizni sariyog' yoki margarin yordamida yaxshilab yog'lab olamiz. Oddiy yog' ishlatmaganinglar ma'qul. Har qanaqa qoliplarga yopishishi mumkin. Sariyog' va margarin juda ham yaxshi qoliplarga yopishmasdan chiqarib beradi. Mana qolibimizga joylashtirib oldik. Endi buni 100 darajada issiqlikda, juda ham past issiqlikda pishirib olamiz. 20 daqiqa, 30 daqiqa davomida pishib chiqadi. U pishish jarayoni o'zingizlarni gazinglarni qay darajada pishirishiga bog'liq. Pishgandan keyin tekshirib ko'ramiz. Cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz. Yopishmasa hech qanaqa, demak pishib chiqqan bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham yaxshi ko'tarilib chiqadi. Ajoyib bo'ladi. Ta'mi ham juda ham yoqimli. Kesib ko'rsataman sizlarga. Juda ham yumshoq, arzon, uydagi bor masalliqlardan tayyorlasa bo'ladigan, birpasda pishib chiqadigan ajoyib keks chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va yoqtirib like tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.